Mana hozir bel qismini va yubka qismini alohida ajratib olaman. Mana bu shaklda. Demak, mana bu joyga sig'ar ekan. Bemalol joylashtirsam bo'ladi. Bu tarafidan ham sig'ar ekan. Bitta. Xo'p, yubka qismini alohida joylashtirar ekanman. Juda xalaqit beradigan bo'lsa. Demak, 3 qismga bo'lamiz. Mana perida qismi, ya'ni oldi qismi. Xo'sh. Mana yubka qismini orasini 6 sm dan yoki 8 sm dan bemalol ochib, joylashtirib chiqaramiz. Xo'p, mana 6 yoki 8 sm dan ochib chiqamiz va bu joylari bizda sborkada bo'ladi. Yubkani nimasi. Endi orqa qismini olamiz. Bu ham xuddi shunaqa tartibda bizga oldi qismida nima bajarilgan bo'lsa, o'shani qilishimiz kerak bo'ladi. Mana nomerlab chiqsak, yo'qolib qolmaydi. Nima? Adashib ketmaymiz ham. Bemalol foydalanamiz. Xo'sh. Mana. Matoga shu shaklda, masalan, 6 sm dan oralig'ini o'lchab yopishtiriladi. Balki qog'ozimiz. Bu joy bir-birining ustiga chiqdi. Hech narsa qilmaydi, tushuntirish uchun bo'ladi. Mana. Xo'p. Endi pastki orqa tomoni hamda old tomoni. Buni alohida bo'lsa qog'ozga qilaman. Bu yubka qismi bo'ladigan bo'lsa, endi oldi va orqa tepa qismini joylayman. Mana oldi qismi hamda orqa qismi. Buni men orqa qismini relieflarini ko'chirib olaman hozir. Shu shaklda ko'chirib oldim. Endi bu kerak emas. Endi bo'laklarga ajratib olaman. Bu meni orqa qismim. Mana o'sha vытяжкасini haqqini olib tashlayman 0.5 sm hamda pastki tomondan 2 sm-lik vытяжка joyini olib tashlayman. Chunki menga kerak emas o'sha. Bu oldi qismi. Oldi qismida mana bu joyini bunday to'g'ri shaklda olib ketib, mana ajratib olaman. Mana bu joyda 0.5 sm chiqarib tashlayman. Joyni shu shaklda olaman. Endi men to'g'ri tekis chiqishi uchun mana bu joydan to'g'ri chiziqlar chizib olaman. Bu oldi uchun, mana bu yonidagi detali uchun hamda orqa tomon uchun ham to'g'ri chiziq chizib olaman. Xo'p, bemalol sig'adi. Xudo xolasa mana orqa detalim, oldi detalim. Endi bularni yopishtirib olaman. Yon bokovoy detali. Mana shu shaklda matoga joylanadi. Faqatgina bizda oldi tomonidan tugma haqi turadigan joyni va bortini ham bichib olamiz. Ya'niki 2 sm-lik joy, 1.5 sm yoki 2 sm-lik joy bo'lsa, xuddi shundan 2 ga ko'paytirib buklab olamiz. Masalan, 1.5 sm-lik joy bo'lsa, men 3 sm qo'shib olaman. Mana. Men bu pastki tomonni esa xuddi shu shaklda buklab ko'chadi va yana 1.5 sm-ga ko'chgandan keyin mana 1.5 sm-ga ko'chiramiz. Hamda xuddi shu joyidan yana 1.5 sm-ga mana shu shaklda ko'chirib olamiz. Mana. Bu joy 3 sm bo'lishi kerak. Mana shu burchak hosil bo'lishi kerak shu tomonda va tepa qismidan to'g'ri tushiraman. Demak, menda 1.5 bo'lsa, 3 sm, agar 2 sm tugma joy qoldirgan bo'lsam, 4 sm qo'shib olaman. Chunki orqaga buklab, mana bu joylarni ham mana bu joyga buklanganda shu hosil bo'lishi kerak. Xuddi shu shakl hosil bo'lishi kerak. Demak, tugmachalarning orasini men 5 sm dan aniqlab chiqaman. 5, 10, 15, mana 20. Mana shu tartibda davom etadi. Mana andozamizning oldi qismi shakllanib bo'ldi. Mana e'tibor beramiz, eskizimizning ko'rinishi mana. Libosimizda mana relieflari hosil bo'lgan. Oldi tomonda ham, orqa tomonda ham xuddi shunaqa tartibda modellashadi. Oldi qismi mana bunaqa 3 burchak shaklda kelgan. Mana bu shaklni biz olganmiz. Demak, yubka qismini ham sborkaga teramiz. Mana sborkada keng bo'lib turibdi. Mana bu shaklda olib olamiz. Kastoyga joylashtiramiz detallarimizni. Matoda shunaqa joylashadi. Endi bizda faqat stolka yoqasi hamda yengi qoldi. Matoda joylanishini ko'rsatib tushuntirib beraman. Hozir yengimizni modellashtiramiz. Mana bu yengimizni mana ko'rib turibsizlar. Endi buni 3 sm, mana bu o'rtadagi bichaf shu nuqtasidan 3 sm bu yoqqa, 3 sm bu yoqqa to'g'ri tirsagicha olib kelamiz. Hamda ushbu liniyalarimizni kesib olamiz mana bu shaklda. Vытяжкamiz bor. Yengdagi vытяжкalarni biz kesib olib tashlaymiz. Mana buni olib tashlab birlashtirib qo'yamiz.
birlashtirib qo'yaman hamda mana bu chizgan tekis liniyamni bo'lib olaman. Mana shunaqa tartibda yengimizda modelashadi. Demak, oralig'ini masalan xohlagancha ochsak bo'ladi. 5,5 6,5 santimetrga nima qilsak bo'ladi bemalol. Ochib olib. Xo'p. O'rtadan chiziq chizaman hamda kulchabo'y shu nuqtasiga to'g'ri olib boraman. Oralig'ini 5,5 qilib ochib olamiz. Taxminiy chiziqlar bilan mana hamda pastki tomonini mana bu shaklda ozgina ochiq qoladi. Mana bu o'rta qismi ozgina ochiq qoladi. Mana bu qismidan esa ozgina kesib joylashtirmasak orqaga tortib ketyapti mana. Mana. Demakki, mana shu shaklda mana biz modellashtirib oldik. Yoqa qismi shu shaklda boya aytib o'tganimdek orqa va oldi bo'y o'yindilar hisoblanib 0,5 olinadi. 2,5 santimetr bu yoqdan tepaga stoykasi olinadi va bu tarafdan 2 santimetr olinib, mana bu shaklda 2,5 santimetrlik yoqa hosil bo'ladi. Oldi qismida mana to'rtburchak shaklda tugma haqqi bilan mana tushgan oldiga 5,5 santimetrdan ochib oldik mana va 3 santimetr yuqoriga ko'tarilamiz. 3 santimetr o'zi mana shu shaklda keladi. Mana shunaqa birlashtirib olsak bo'ldi. Kontrol nuqtalarimizni yengga terayotganda ahamiyat beramiz hamda zborkaga yig'iladi. Akat qismi salgina ishgan holatda mana bunaqa shaklda turadi. Bu tubli zborka hosil bo'ladi. Bu bir chokli yengimiz tanasiga, ya'ni qo'liga yopishib turadi. Mana shu tarzda modellashtirib oldik. Mana andozamiz shu shakllarda hosil bo'ladi. Bu andozamizdan barcha turdagi liboslarni modellashtirib xohlagancha ideyalar qilsanglar bo'ladi. Buni kattalarni ansamblida foydalansanglar bo'ladi. Oldi qismini shu shaklda modellashtirib, yeng qismlarni buf qilib, kalta qilib xohlagancha o'zgartirish kirsanglar bo'ladi. Shu yo'nalishda ketadi faqat mana.